Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Ubay Tools YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolisa mana bugun sizlarga Beauty brendini bezvozdушный multiservis apparatini hamyonbop sifatli variantini obzor qilib beramiz. Qanaqa yig'iladi, ichida nima chiqadi, qanaqa ishlatiladi akalar. Shu videoda batafsil ko'ramiz. Beauty brendini 16005 modeli. Komplektidan nimalar chiqadi? 10 metrlik shlankasi bo'ladi, pistoleti, saplosi, 50 santimetrlik uдлинитель, дополнительный ikkita qotirish uchun ключlari chiqadi, atyorkalari ham qo'shib beriladi. Bu yerda moy ham bo'ladi akalar. Sizlar bu apparatni olsanglar, faqatgina emulsiyasi bilan kraskasini olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa apparatimizni ishlashga tayyor. Buni hozir birgalikda qanaqa yig'ilish kerakligini ko'ramiz. Bu apparatimizni parshnoy bo'ladi, membranli emas. Membranli bilan adashtirmanglar akalar. Bu membranlidan farqi akalar. Bu apparat bilan sizlar bemalol kraskani ham, emulsiyani ham sepsanglar bo'ladi. Eng yaxshi tarafi ishlatgan paytingizda ishlaydi, qolgan payt jim turadi akalar. Bu apparatimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 1300 vatt bo'ladi. Minutiga 3 litr haydab bera oladi. 220 bar davleniyada sepib bera oladi akalar. Endi buni birgalikda hozir qanaqa yig'ilishini ko'ramiz. Yig'ilishi birinchi bo'lib akalar, mana shu shlankasidan boshlaymiz. Bu tortadigan shlankasi. Mana tortadigan joyi mana oldiga porshoniga ichiga tiqib olamiz. Yaxshilab kirgizib olamiz. Oxirigacha kirish kerak akalar. Xudo xolisa kirdi. Yig'inashtir, yaxshilab qotirib olamiz. Buni обязательно katta kulishda qotirib olinglar. Agar katta kulishda qotirmasanglar, mana shunday havo so'rgani hisobiga apparatimiz ishlamay qolishi mumkin. Bu o'zini komplektda yana mana shunaqa apparatlarni chiqarib yuboradigan shlankasi bo'ladi. Buni qayerga tiqamiz? Mana bu joyda apparatga chiqadigan joy bor. Ko'kini bitta ichkariga bossak, kiradi shlankamiz. Mana bunday qilsa, xudo xolisa shlankamiz chiqib ketmaydi akalar. Endi xudo xolisa 10 metrlik shlankasini kesamiz, qanaqa yerda tiqilishini ko'ramiz. Shlankani sal yoyib olamiz. Yaqinroq olib keling kamerani. Mana bu yerda o'zini shlankasini tiqadigan joyi bor. Shlankasini mana shu joyga yaxshilab tiqib olamiz. Bu yerda ham xuddi shu boyga aytgan gapim, yaxshilab qotirib olishimiz kerak, havo so'rish kerak emas. Mana o'zining ichidan chiqadigan ключ, mana shu shlankani qotirish uchun 19 ключ chiqadi. Yaxshilab qotirib olinglar. Bo'ladi. Akalar, bu pistoleti bo'ladi. Pistoletda saplo держатель bo'ladi. Saplo держатель shuni yechamiz. Buni yaqinroq ko'rsangiz. 519 saployimiz bor. Mana ichidan nima chiqyapti? Saplo chiqyapti. Saploni ushlab turadigan takoy. Kichkinagina nasatkasi chiqyapti. Saploning ichida chiqqan kichkinagina nasatkachasini saplo держатель ichiga tashlaymiz akalar. Mana tushdi, xudo xolisa ko'rdinglar. Endi saployimizni sekin mashina ichiga tiqib olamiz. Bo'ldi, xudo xolisa. Mashina saplo держатель mana pastga qarab turishi kerak. Agar bundoq tikka qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ham ichidagi nasatkasi chiqib ketib qoladi. Mana xudo xolisa pistoletimiz tayyor sepishga. Buni ham endi yaxshilab qotirib olish kerak. 50 santimetrlik uдлинитель nimaga kerak akalar? Bu uдлинитель pistoletga taqiladi. Endi biz hozir taqqanimiz yo'q, bizga kerak emas, lekin bu ish paytida akalar juda ham yordam beradi. Shuni pistolet uchiga taqasizlar, patologiya bemalol pastdan turib sepib tursanglar bo'ladi akalar. Qo'lingiz yetmagan joyga xudo xolisa mana shu uдлинитель bilan qo'lingiz yetib boradi akalar. Yana videoni davomini ko'rib turinglar, qanaqa ishlatilishini ko'ramiz. Akalar, kommentariyada so'kmanglar. YouTube uchun endi birinchi marta video olamiz. Bu shlankamizni ikkinchi uchini pistoletimizga taqamiz. Shu joyini aytish bizning esimizdan chiqib qolibdi akalar, qaranglar. Mana shu joyga yaxshilab tiqib olasizlar. Mana shu yerda savol tug'iladi akalar, qaranglar. Bu bundoq aylanib ketaveradi. Endi shuni bizning apparatimizni oldini olgan, ichida komplektda ikkita 17 va 19 ключlardan ikkita chiqargan. Qaranglar. Bitta 19 dan yoqqa tiqamiz, ikkinchi 19 bu yoqqa tiqamiz. Mana, xudo xolisa yaxshilab qotirib olsin. Bo'ldi. Ko'rasizlar? Xudo xolisa apparat ishlashga tayyor bo'ladi. Kichkinagina qora chelechamizni nimaga kerak deb o'ylaysizlarmi? Videoni yaqinroq olib keling, nimaga kerakligini ko'rsataman akalar. Bu chelechamizni mana shu joyda kichkinagina teshichasi bor. Shu teshichaga qotirib olamiz.
Даже akalar shuni qotirish uchun ham o'zini komplektida mana mana shunaqa achurkasi ham chiqadi akalar. Xudo xolisa olsanglar, maza qilib ishlatasizlar. Bo'ldi, xudo xolisa qotirib bo'ldi. Endi buni nima qilamiz akalar? Mana shu tortadigan shlankasini ishlatib bo'lganimizdan keyin endi osilib yotmaydi-ku. Mana shu joyiga sekingina tiqib qo'ysa, bo'ldi. Xudo xolisa ish bitdi. Apparatimiz ishlashga tayyor akalar. Taxmin qilib ko'ringlar, narxi necha pul chiqadi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar akalar. Videomizga обязательно like bosib qo'yinglar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bu bizlarni yanada yangi videolarni chiqarishimizda yordam beradi akalar. Xudo xolisa apparatimizning qanaqa ishlashini hozir ko'ramiz. Apparatimiz ham tokka tiqib qoldi. Xudo xolisa ishlashga tayyor. Endi aka yaqinroq keling. Qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Buni orqasida mana включатель bor, yoqish uchun. Bitta bosasizlar, uni давление kachatib qoldi. Mana shu yerda обраткani ochadigan joy bor. Обраткani ochsanglar, men prozrachniy shlankasini haydab yuboradi. Qaranglar shuni. Ko'rasizlarmi? Suv tushyapti. Bu обраткani vazifasi ichidagi bor havolarni chiqarib yuboradi. Agar ichida havo qolib ketadigan bo'lsa, apparatinglar ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun mana bo'ldi, hamma havo chiqib ketdi, обраткani yopsak bo'ladi. Yopganimizdan keyin o'zi sirada shlankaga давлениeni haydaydi. Men manometrga ahamiyat bering, o'zi давление ko'tarildi. Ko'rdingizmi? Hamma давлениeni o'zi pistoletga haydadi. Mana xudo xolisa bemalol ishlatsa ham bo'ladi. Давлениeni ko'rasizmi zo'rligini? Agar buni ichida boyiga ko'rsatgan 50 santimetrlik udunlitilimizni qo'yib olsangiz, bemalol 3 metrlik patologiyaga mashina turib sevsangiz ham bo'ladi aka. Bu birinchidan ishni ancha yengillashtiradi, ish sifatlarini zo'r qilib beradi akalar. Kim shu apparatimiz qiziq bo'lsa, past raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, kelishtirib cho'liq qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yinglar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Agar qanaqadir kamchiligimiz bo'lsa, keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Faqat negativ yozmanglar.